بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، o'tgan suhbatimizda ibn Ishoq rahimahullohni humus ishi to'g'risidagi voqeasiga, ya'ni Quraysh haqidagi bo'lgan johiliyatdan ilgarigi yana bir voqeaga kelib to'xtab qolgan edik. Muallif ibn Ishoqdan naql qilib shunday deydi: Amrul hums. Hums ishi. Bu endi quyida kelayotgan voqeaning yoki quyida kelayotgan e'tiqodning bir temasi, mavzusi hisoblanadi. Humus degani arabcha so'z bo'lib, ahmas degan so'zning ko'pligi hisoblanadi. Ahmas degani dinda mahkam bo'lgan, o'zini diniga qattiq bo'lgan degan ma'noni bildiradi. Quraysh o'zlarini humus deb atab olishlariga, ya'ni dinda qattiq bo'lgan odamlar deb atab olishlariga sabab ularni o'zlarini da'volariga ko'ra bo'lgan edi. Johiliyatdagi Quraysh qabilasi biz dinda qattiq mahkam turgan odamlarmiz, dinni mahkam ushlagan odamlarmiz, bizdagi bo'ladigan narsalar boshqalarda bo'lmasligi kerak yoki boshqalar qilayotgan narsani biz qilavermasligimiz kerak deb o'zlariga o'zlari qo'ldan qoida chiqarib olgan edilar. O'sha qoidalarini hali zikri keladi pastda. Ayollarini jundan qilingan kapalarga, chodirlarga kiritmas edilar. Tuyalarni junidan qilingan bo'lsa ham, qo'ylarni junidan qilingan bo'lsa ham bunaqa kapalarga kiritmas edilar. Shu e'tiqodlarini biri shundan iborat. Muallif ibn Ishoqdan naql qilib shu mavzu tagida shunday deydi: Qala ibn Ishoq: "Wa qad kanat Quraysh la adri qabla al-fil aw ba'dahu ibtada'at lil-hums ra'yan ra'awhu wa araduhu. فقالوا نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وولاة البيت وقاطنوا مكة وساكنوها، فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا، ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا تعظموا شيئا من الحل مثل ما تعظمون من الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم، وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم، فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها وهم يعرفون ويقرون أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم، ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم وليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غيرها كما تعظم نحن الحمس والحمس أهل الحرم." ibn Ishoq shunday deydilar: Quraysh qabilasi bilmayman fil voqeasidan ilgariroqmi yoki keyinroqmi bir o'zlaricha bir qoida chiqarib olgan edilar, yangilik chiqargan edilar. O'zlarini da'volaricha, o'zlari ko'ngillari ketgan bir yangilikni chiqarib olgan edilar. Ular aytishardiki, biz Ibrohim farzandlarimiz, Ibrohim alayhissalom avlodidamiz, haram ahlimiz, Baytullohni egalarimiz, Makkada turuvchi va Makkani sakan qilib maskan qiluvchi kishilarmiz. Arablarni birontasini bizchalik haqqi, bizchalik manzilati, o'rni yo'q. Arablarni birontasi biz bilgan narsalarni bilmaydi, biz tanigan narsalarni tanimaydi. Shuning uchun ey Quraysh jamoasi, tashqarida, haramdan tashqarida turgan kishilardan tashqarida turgan kishilardek sizlar haram ichida
har narsani ulug'layvermanglar. Chunki sizlar shunday qilaveradigan bo'lsalaring, arablar sizlarni hurmatlaringni pastga urib qo'yadi. Sizlarni ko'rib yengil sanaydigan, sizlarga yengil ko'z bilan qaraydigan bo'lib qoladi. Aytishadiki, hammana ahli haram ham boshqalar ta'zimlagan, boshqalar ulug'lagan narsalarni, haramdan tashqaridagi hilda turgan kishilar ulug'lagan narsalarni ulug'lab yuribdi-yu, bular ham boshqalardek odam ekan deb qoladi. Deb o'zlaricha Quraysh ahli shunday da'vo qilishib, Arafotda turishni tashlab yuborishgan edi. Arafot ma'lumki hajga borganlar bilishadi, haramdan tashqarida uzoqroqda joylashgan yer. Ular haj qilganlarida biz haramdan chiqmasligimiz kerak odamlarga o'xshab, odamlar chiqsa chiqaversin deb Arafot garchi hajni rukni bo'lsa ham, ular ilgari Ibrohim alayhissalomdan beri qolgan haj amali din bo'lganligi uchun ularda ham din edi, lekin o'shanaqa qoidani chiqarib olishib, Arafotda turishni tashlab yuborishdi. Arafotdan qaytib kelishni ham tashlab yuborishdi. Muzdalifaga kelib to'xtashni. Holbuki ular bilar edilar, iqror etar edilarki, bu ishlar Arafotda turish va Arafotdan qaytish, Muzdalifada turishlar hajning qoidalaridan, hajning shariat yo'llaridan, hajni ulug' ishlaridan ekanligini bilar edilar. Ibrohim alayhissalom dinidan ekanligini ham bilar edilar, iqror etar edilar. Lekin boshqa arablar u yerlarda turaversin, ular o'sha Arafotlardan qaytib kelib Muzdalifaga kelib turaversin, biz ahli haram bo'lganligimiz uchun, haram ahli bo'lganligimiz uchun u haram degan joydan chiqmasligimiz kerak. Chiqishimiz bo'lmaydi. Boshqalar ta'zim qilgan narsani biz ta'zimlab o'tirishimiz bo'lmaydi. Biz humusmiz. Ya'ni dinda mahkam bo'lganlar, humus esa haram ahli bo'ladi deyishar edi. ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذي لهم بولادتهم إياهم يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك. keyin ular arablardan xoh haramda bo'lsin, xoh hilda bo'lsin, tashqarida, haram tashqarisida bo'lsin, arablardan tug'ilgan kishilarni xuddi o'zlaridek hukm qilib kengaytirib yuborishdi. Ular ham o'sha humus ahliga kiradi deb yuborishdi. O'zlariga nima halol bo'lsa, ularga halol bo'ladi. O'zlariga nima harom bo'ladigan bo'lsa, ularga ham shu harom bo'ladi degan qoidani keltirib chiqarishdi. O'shaning uchun Kinona va Xuzoa qabilasi ham bularga shu qoidaga ko'ra ular bilan birga bo'lib kirdilar. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا لم تكن لهم حتى قالوا لا ينبغي للحمس أن يقطوا الأقط ولا يسلوا السمن وهم حرم ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا إن استظلوا إلا في بيوت الأدم أو في بيوت الأدم ما كانوا حرما. ثم رفعوا في ذلك فقالوا ما ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجا أو عمارا ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس فإن لم يجدوا شيئا طافوا بالبيت عراتا. فإن تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد ثياب أحمس وطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها إذا فرغ من طوافه ولم ينتفع بها هو ولا أحد غيره. فكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى فحملوا على ذلك العرب فدانت به. keyin bu borada ular hech o'zlari uchun bir ma'qul bo'lmagan, boshqalar uchun ham ma'qul bo'lmagan ishlarni keltirib yangi to'qib chiqardilar. Hatto ular aytdilarki, humus deganlarga qatiqni suzma qilish yoki sutdan saryog' olish durust bo'lmaydi.
ular ahli haram bo'lganligi uchun jundan qilingan, yungdan qilingan uylarga kirmasin, hatto soyasida ham o'tirishmasin, faqatgina teridan bo'lgan uylarda o'tirishsin, modomiki ular haram ahlidan bo'lganidan keyin deyishdi. Keyin yana o'zlaricha ko'tarilishib aytishdiki, tashqaridan kelganlar o'zlari olib kelgan, tashqaridan ichkariga haramga olib kelgan taomlarini hoji bo'lib kelishsin yo umrachi bo'lib kelishsin, o'zlari yeyishlari bo'lmaydi. O'zlari yemasinlar tashqaridan olib kelgan taomni, ichkaridan taom olib yesinlar. Baytullohni tavof qilayotganda ham birinchi marta tavof qilgali kelganlarida ichkaridagi odamlarni kiyimida tavof qilishsin, o'zlarining tashqaridan olib kelgan kiyimlari yaramaydi deyishdi. Agar unaqa kiyim topolmaydigan bo'lsalar kiyimsiz tavof qilishsin deyishgacha borishdi. Ulardan, ya'ni haram ahlidan birontasi yoki tashqaridan kelganlardan biron bir erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, kiyim topolmay qoladigan bo'lsa, o'sha haligi ichkaridagi odamlarni, haram ahlini kiyimlaridan birontasini topolmay qoladigan bo'lsa, o'zi keltirgan, tashqaridan keltirgan kiyimda tavof qiladigan bo'lsa, o'zini shu tavofidan keyin o'sha kiyimini otib yorsin deyishdi. Otib yorar edi-da, bu kiyimdan biron kishi foydalanishi, o'zi ham boshqasi ham foydalanishi durust bo'lmay qolardi. Arablar bu kiyimni keyin laqo yoki laqi, otib yorilgan kiyim yoki burchakda uvada bo'lib yotgan, uchralgan kiyim deb atar edilar. Shu narsani, yuqoridagi barcha aytilgan narsalarni ular arablarga majbur qilib qojoriy qilishdi. Arablar bunga bo'ysunib shuni bajarishdi ham. Amma rijalu fayatufuna uratan. Endi ko'pchilik haram ahlini kiyimlarini olishga qudrati yetmaganligidan erkaklar kiyimsiz yalang'och tavof qiladigan bo'lishdi. Ayollar ham kiyim olishga qudratlari yetmaganligidan va amman nisa'u fatada'u al-mar'atu thiyabaha kullaha illa dir'an mufarrajan yoki mufraja thumma tatufu fihi faqalat imra'atun min al-arabi al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Erkaklar shunday kiyimsiz tavof qilar edilar. Ayollarga keladigan bo'lsak, ayol ham o'zini hamma kiyimlarini tashab, bittagina yengil, yirtiq yoki bir tomoni yirtiq bir oddiy bir ko'ylakda qolar edi-da, tavof qilar edi. Tavof qilayotganda arablardan bir ayol shunday she'r o'qigan edi. Bugun ba'zisi yoki hammasi ko'rinib qoladi. Ko'ringanini ham men boshqalarga qarab turganlarga halol qilmayman deb she'r aytib tavof qilar edi. Fakanu kadalika hatta ba'atha Allohu Muhammadan sallallohu alayhi vasallam. Shu holda davom etdilar to payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo payg'ambar qilib yuborguncha. Mana shundan bilib olamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanchalik qabohatga ketgan johiliyatni, zulmatga ketgan johiliyatni nurga chiqarish uchun, bashariyatni nurga chiqarish uchun kelganliklarini, bu kishini dinlarini qanchalik aziz, qanchalik kerakli din ekanligini mana shundan bilib olamiz. فأنزل الله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني قريشا والعرب وأنزل فيما حرموا على الناس من طعامهم ولبوسهم عند البيت يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إلى قوله قل من حرم زينة الله. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar qilib keltirganidan keyin mana shunday oyatlarni nozil qildi. Odamlar, Quraysh va arablar ham hammalari odamlar qayerdan kelib tushib kelayotgan bo'lsa o'sha joydan tushib kelinglar, ya'ni Arafotdan pastga qarab tushib kelinglar sizlar ham deb Qurayshga xitob bilan oyat nozil qildi.
Keyin Qurayshliklar odamlarga o'zlarini taomlari va liboslarini harom qilib qo'yganligi to'g'risida gapirib, Baytullohning oldida harom qilib qo'ygan liboslari, taomlari to'g'risida gapirib, ey odam farzandlari, har bir sajdagohda o'z ziynatlaringizni olib olinglar, ya'ni kiyib olinglar. Ziynatli bo'lib turinglar sajda paytida. Ya'ni to'liq kiyimda bo'linglar degan oyatni nozil qildi. Bu oyatdan keyingi oyatlarning barchasi shu borada nozil bo'lib, to qul man harrama zinatalloh, Alloh subhanahu va taolo ni ziynatini kim harom qiladi, kim harom qildi degan oyatgacha shu borada gap ketdi. Keyin muallif bundan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Iso alayhissalomlar ortalaridagi bo'shliq ahli to'g'risida zikr hikoya qiladi. Shunga zikru ahli al-fatrati bayna Isa va Muhammadin alayhimassalam deb unvon qo'yganlar. Mavzu temasini qo'yganlar. Ya'ni Iso alayhissalom va Muhammad alayhissalom oralaridagi bo'shliq zikri. قال المسعودي وكان بين المسيح ومحمد عليهما السلام في الفترة جماعة من أهل التوحيد وممن يقر بالبعث قد اختلف الناس فيهم فمن الناس من رأى أن منهم أنبياء ومنهم من رأى غير ذلك. Tarixchilardan Mas'udi degan kishi o'zini Murujuz Zahab degan kitobida shunday deydi. Masih Iso alayhissalom bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam oralarida o'sha bo'shliqda tavhid ahlidan bo'lgan bir to'p kishilar bor edi. Tavhid ahlidan bo'lgan va qayta tirilishni iqror qilgan kishilardan. Odamlar bular haqida ancha ixtilofga borishgan. Kishilardan biri, ba'zilari bularni orasida payg'ambarlar ham o'tgan desa, ba'zilari esa bundan deyishmaydi, boshqa so'zlarni aytishadi. Ya'ni payg'ambarlar emas, u yaxshi solih kishilar o'tganlar deyishadi. فَمِمَّنْ ذُكِرَ رِئَابُ الشَّنِّ وَكَانَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ ثُمَّ مِنْ شَنٍّ وكان على دين المسيح قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعوا مناديا ينادي من قبل السماء قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض رئاب الشن وبحير الراهب ورجل آخر لم يأت بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يموت أحد من ولد رئاب إلا رأوا طشا على قبره. O'shanaqa solih kishilar orasida Ri'obush Shanni degan kishi ham zikr qilingan. Bu odam Abdul Qaysning Shan degan qabilasidan bo'lar edi. Bu kishi Iso alayhissalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin Iso alayhissalom dinida edi. Oldin yashab o'tgan bo'lib, Iso alayhissalom dinida edi. Odamlar osmondan bir nido qiluvchini eshitar edilar. Shunday deganini. Yer yuzini eng yaxshisi Ri'obush Shanni va Bahira ar-Rohib va yana hali kelmagan, yetib kelmagan bitta odam degan gapini eshitar edilar. Kimligini, ovozini bilmas edilar. Yana bir hali yetib kelmagan odamdan ular payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'zda tutishar edi. O'sha gapirayotgan nidochi, munodi. Keyin muallif so'zida davom etib, Mas'udi aytadiki, Ri'obni farzandlaridan biron kishi o'ladigan bo'lsa, qabrini ustida yumshoq, yengil yomg'irni ko'rib qolardilar. Shu darajada solihligidan farzandlariga ham o'tgan bo'lib, kim qachon bir farzandlari o'lib qoladigan bo'lsa, yo o'ziniga qarashli odam o'lib qoladigan bo'lsa, qabrini ustida yomg'ir, yengil yumshoq yomg'irni ko'rib qolardilar deydi. Bu endi johiliyatda kelgan xabarlardan bo'lib, buni biz tasdiq ham qilmaymiz yoki takzib ham, yolg'on ham demaymiz. Chunki bu to'g'rida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan narsa yo'q. Vorid bo'lgan narsa bo'lsa, hozir pastda boshqalar to'g'risida kelganda aytib o'tib ketiladi inshaalloh.
ومنهم أسعد أبو كريب الحميري وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ب700 سنة وقال شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عام. bular orasida yana Abu Kurayb al-Himyari As'ad degan odam ham bo'lar edi. Bu odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga mu'min bo'lgan odam bo'lib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar bo'lishlaridan 700 yil ilgari kelgan edi deydi. 700 yil ilgari kelgan edi deyishiga qaraganda bu odam Iso alayhissalomdan ham oldinroq odamga o'xshaydi. Aytar ediki, arab bo'lganligi uchun mana shu she'rini naql qilishgan. Men guvohlik beramanki, Ahmad degan payg'ambarga Alloh jonlarni baxsh etuvchi bo'lgan zot Allohdan payg'ambar ekanligiga guvoh beraman. Agar meni umrim uni umriga yetib cho'zilib qoladigan bo'lsa, ya'ni men tirikligimda u kishi payg'ambar bo'lib kelib qoladigan bo'lsa, unga men tirgak, vazir, yordamchi bo'lgan bo'lar edim va uning amakisini o'g'li bo'lgan bo'lar edim degani. Ya'ni amakisini o'g'li qanchalik kishiga o'zini amakisini o'g'li yordamchi bo'lsa, men ham shunchalik tirgak bo'lib, himoyachi, yordamchi bo'lgan bo'lar edim deydi o'zini she'rida. Va huwa awwalu man kasal Ka'bata al-anta'a wal buruda. Ka'batullohni birinchi bo'lib matolar bilan o'ragan odam ham shu odam bo'ladi. Anto' deb o'sha paxtaga o'xshagan bir materialdan qilingan, bir o'simlikdan qilingan matoga aytiladi. Burut endi paxtadan qilingan matoh degan. Demak, Ka'bani birinchi bo'lib o'ragan, Ka'ba po'sh qilgan odam shu As'ad Abu Kurayb al-Himyari bo'lar ekan. Shuning uchun Himyar ahlini ba'zilari bu to'g'rida aytishadiki, وَلِذَلِكَ يَقُولُ بَعْضُ حِمْيَرٍ وَكَسَوْنَا الْبَيْتَ الَّذِي قَدْ حُرِمَ. ya'ni harom bo'lgan, odamlarni yomonlik qilishi harom bo'lgan uyni biz o'raganmiz, ya'ni yopganmiz, po'sh qilganmiz, uni ustini yopganmiz deb o'zlari faxrlanib aytib yurishadi. ومنهم قس بن ساعدة من إياد بن معد وكان حكيم العربي وكان مقرا بالبعث وهو الذي يقول من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت وقد ضربت العرب بحكمته الأمثال. bularni orasida yana muvahhidlarni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni davrida o'tgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishlaridan oldin o'tgan tavhid ahlidan bo'lgan kishilardan biri Qis ibn Soida degan kishi edi. Arablarni donishmandi hisoblanardi u kishi. Qayta tirilishni iqror etib yurardi. Shu odamning mana shu gapi doim kitoblarda keladi. Aytar ediki, u kishi kim yashasa o'ladi, kim o'lsa yo'q bo'ladi. Kelmoqchi bo'layotgan, kelayotgan narsani hammasi baribir keladi der edi. Bu odamni donishmandligi haqida arablar juda ko'p masallarni, maqollarni naql etishadi. Asho degan arab shoiri aytadiki, qala al-Asha va ahkamu min qissin va ajra min allazi bidil ghayli aw bidil ghili min ghassana asbaha hadira. Qis ibn Soidadan ko'ra donishmandroq kishi deb birovni maqtayapti endi. Bu yerda bizga kerakli bo'ladigani, bizga dalil bo'ladigani o'sha Ashoning Qis ibn Soidani donishmand deyishi. Aytayaptiki, Asho o'zini she'rida bu odam shunday odamiki, Qis ibn Soidadan ko'ra ham donishmandroq. Va shu yana shunday baquvvat odamki, G'asson degan qabilaning Zulg'ayl degan yeridan chiqib enib kelgan
pastga qarab shuvullab kelgan odamdan ko'ra ham chopag'onroq, yuguruvchanroq deb birovni maqtaydi. Birovni chaqqonligini va donishmandligini maqtayotganda o'sha qissdan ko'ra ham donishmandroq deb maqtaydi. Ma'lumki, bir narsani birovni maqtayotgan paytda o'sha narsada eng zo'r bo'lgan odamdan ham ko'ra ko'tarib maqtaladi-da. O'shaning uchun bu yerda muallif o'sha qissni donishmand bo'lganligiga dalil qilib shu she'rni keltirib o'tayaptilar. وقدم وفد من إياد على النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عنه فقالوا هلك فقال رحمه الله كأني أنظر إليه بسوق عكاظ بسوق عكاظ على جمل له أحمر وهو يقول يا أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت أما بعد فإن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا بحر يفور ونجوم تغور وسقف مرفوع ومهاد موضوع أقسم قس بالله قسما إن له دينا أرضى من دين أنتم عليه ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا سبيل مؤتلف وعمل مختلف وقال أبياتا لا أحفظها فقام أبو بكر فقال أنا أحفظها يا رسول الله فقال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأكابر والأصاغر لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قسا إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وحده. bir kuni Iyod qabilasidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir vafd keldi. Vafd hozirgi zamon tili bilan aytganda delegatsiya, bir jamoa vakil bo'lib kelishdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha qabiladan bo'lganligi uchun u odamlar Qiss ibn Soida to'g'risida so'radilar. Aytishdiki, o'lib ketdi yo Rasululloh deyishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh rahmat qilsin uni dedilar. Keyin aytdilarki, men dedilar Ukoz bozori johiliyatda juda katta bozor bo'lgan. Bu yerga butun arab qabilalaridan kelishgan, Makkani tashqarisida bo'lgan bir katta bozor. Ukoz bozorida o'zining qizil tuyasini ustida shunday deyotganligini hozir ham ko'z oldimga keltiryapman dedilar. U keyin dedilarda keyin o'sha Qiss ibn Soidani xutbasini aytib berdilar. Ey odamlar, eshitinglar, quloqlaringga ilinglar. Ya'ni eshitinglarda o'qib olinglar. Tinglanglarda tushunib olinglar. Kim yashaydigan bo'lsa baribir o'ladi. Kim o'ladigan bo'lsa yo'q bo'ladi. Endi har bir yaqinlashib kelayotgan narsa baribir keladi. Ammo ba'd osmonda ba'zi bir xabarlar bor yoki katta bir xabar bor hali osmonda. Yerda esa ibratlar ko'p deb keyin Saja bilan boshqa arablar ilgari aytadigan narsalarni aytdi. Aytdiki, bahrun yafur, toshib ketayotgan toshqin bir dengizga qasam yoki bahrin yafur, toshqin bir dengizga qasam, botib ketayotgan yulduzlarga qasam, ko'tarilib qo'yilgan tomga qasam, ya'ni osmon nazarda tutilyapti. Tep-tekis qo'yilgan narsaga qasam, yerni nazarda tutib shunday deyapti. Qiss Alloh bilan qasam ichadiki, hozir sizlar ibodat qilib turgan dindan ko'ra rozi yaxshiroq bo'lgan din bor, uni Allohning dini bor. Odamlarga nima bo'layaptiki, ketishyapti-yu, qaytishmayapti. U yoqda rozi bo'lib turib qolishdimikin yoki tashab qo'yilib uxlab qolishdimikin?
tanish yo'l, lekin ish esa boshqacha der edi. Tanish yo'l degani hamma bilib turibdi o'limga qarab ketayotganini. Yo'l bitta, tanish. Lekin amal esa boshqacha der edi. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, yana bir nechta baytlarni ham aytgan edi-yu, men hozir yodimda yo'q dedilar. Shunda Hazrat Abu Bakr turdilarda, men yodimda bor ya Rasululloh dedilar. Keyin aytib berdilar. O'tgan asrlarni ketganlarini haqida yoki ketganlarida bizlar uchun ibratlar, o'rnaklar bordi. Men o'limning kirib ketadigan teshiklari borligini-yu, chiqadigan teshiklari yo'qligini ko'rganimda, qavmimning o'sha o'lim tarafga qarab kattasi-yu kichigi ketayotganini ko'rganimda, ketayotganini-yu, o'tgan ham qaytmasdan, qolgan ham qolib ketmayotganligini ko'rganimdan keyin aniq bilib ko'nglimni tub-tubidan ishondimki, men ham o'sha qavm ketayotgan joyga baribir ketaman degan bir chiroyli she'rni aytib berdilar Hazrati Abu Bakr. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh sizni rahmat qilsin. Men umid qilamanki, Alloh subhanahu va taolo uni o'zini bir yagona ummat qilib qayta tiriltiradi dedilar deb Ibn Ishoqdan muallif naql qiladilar. Ushbu hadisni, bu hadis endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan marfu bo'lganligi uchun buni bir ozroq ko'rib o'tmasak bo'lmaydi. Ushbu hadisni Imom Tabaroniy o'zlarini Mu'jam-i Kabirlarida, Bayhaqiy daloillarida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Bayhaqiy aytadilarki, bu hadisni Muhammad ibn al-Hajjoj Laxmi esa Mujolid ibn Saiddan yakka o'zi rivoyat qilgan. Muhammad ibn al-Hajjoj hadisda matruk hisoblanadi. Hadisi olinmaydi. Majma'uz Zavoid degan nimada Haythami bu roviyni ancha ahvolini yomon deydi. Hofiz ibn Hajar Isobada esa aytadilarki, bu hikoyani hamma yo'llari juda zaif, kuchsizdir deydilar. Lekin Bayhaqiy daloilda buni rivoyat qilib bo'lgandan keyin aytadilarki, agarchi ba'zilari zaif bo'lsa ham hadisni yo'llari ko'p bo'lganligi uchun buni bir tagi borga o'xshaydi deydilar. Ibn Kasir Bidoya va Nihoyada esa aytadilarki, bu yo'llarni hammasi zaif bo'lishiga qaramasdan qissani, voqeani bo'lganligiga bir-biriga tirgak bo'lib suyab turibdi deydilar. Demak, bu qissa garchi zaif qissa bo'lsa ham siyrat bobida keltirishga yaraydigan qissadan bo'lganligi uchun muallif bu yerda shuni naql qilib o'tayaptilar ekan. Wa mimman kana fil fatrati Zayd ibn Amr, Abu Sa'id ibn Zayd, ahad al-ashara, وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد كان زيد يرغب عن عبادة الأوثان وعابها، فأولع به عمه الخطاب سفهاء مكة فسلطهم عليه فآذوه. o'sha bo'shliq ahli bo'lgan, fatra ahli bo'lgan kishilardan biri Zayd ibn Amr edilar. Said ibn Zayd degan 10 ta jannat bilan bashorat qilgan sahobani dadalari hisoblanadi. Said ibn Zaydni dadalari. Zayd ibn Amr degan kishi. Bu kishi Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhuni amakilarini o'g'illari bo'ladi. Umar ibn al-Xattob ibn Umar ibn al-Xattob ibn, hozir u kishining dadalarini, bobolarini ismi esga kelmay qoldi. Xullas Umar ibn al-Xattobni amakilarini o'g'li bo'ladilar. Faqat kana Zaydun yarghabu an ibadatil awsan. Zayd ibn Amr butlarga ibodat qilishdan juda o'zini olib qochib, butlarni nihoyatda ayblab so'kib yurardi. Shunda amakisi Xattob, ya'ni Hazrat Umarning dadalari
Hazrat Umar dadasi endi kofir bo'lib o'lib ketgan. O'zini jiyani Zaydni Makkani ba'zi bir aqlsiz kishilariga qayrab qo'yib urdirar edi. U odamlar keyin bu kishiga ozor berardi. قال ابن إسحاق واجتمعت قريش يوما في عيد لهم عند صنم من أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به وكان ذلك عيدا لهم كل سنة يوما فخلص منهم 4 نفر نجيا ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض قالوا أجل وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وعبيد الله بن جحش وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى فقال بعضهم لبعض تعلموا والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر ولا يضع ولا يضر ولا ينفع بل يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. ابن إسحاق aytadilarki, bir kuni Quraysh o'zlarini bayramlaridan birida butlardan birini yonida to'planishdi. O'zlari ta'zim qiladigan, ulug'laydigan, qurbonliklar so'yadigan, egilib ta'zim qiladigan, atrofini tavof qiladigan, aylanadigan bir butlarini yonida bayramlaridan birida to'planishdi. Har yili bir kunda bo'ladigan bir bayram edi ularni o'sha kuni. Shunda o'shalarni orasidan, Quraysh orasidan 4 ta kishi xufiyona tashqariga chiqishdi. Da bir-birlariga aytishdiki, "O'y, rost gapiringlar. Bir-birlaringni bekitinglar." To'g'ri deyishdi. Bular Varaqat ibn Nawfal degan kishi edi. Ubaydulloh ibn Jahsh degan kishi edi. Ubaydullohning onasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari Umayma bint Abdul Muttalib edi. Keyin uchinchisi Usmon ibn Huvayris degan kishi edi. Varaqat ibn Nawfal, Ubaydulloh ibn Jahsh, Usmon ibn Huvayris. To'rtinchisi esa bitta to'rtinchisini aytmabdi. To'rtinchisi o'sha Zayd bo'lsa kerak. Keyin ba'zilari bir-biri ikkinchisiga qarab aytishdiki, bilinglarki, ey qavmimiz, bu mana Quraysh qabilasi qilayotgan narsa hech bir haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ular o'zlarini otalari Ibrohim dinidan boshqa tomonga qarab ketib yorishdi. Bu eshitmaydigan ham, ko'rmaydigan, zarar ham bermaydigan, foyda ham bera olmaydigan toshga nima qilib biz aylanib tavof qilib yotibmiz? O qavm, o'zlaringga bir tuzukroq din oqtaringlar. Sizlarni narsalaring bu hech narsa emas, sizlar qilib yotgan bir narsa bir arzimaydi bu ibodat qilishga deyishdida, butun mamlakatlarida har tomonga tarqalib Ibrohim alayhissalomning dini bo'lmish hanifiy dinni oqtarib ketishdi deydi. Suhbatimiz shu yerga yetganida vaqt tugab qolganligi bois suhbatga yakun yasaymiz. Keyingi suhbatdan bularni hikoyasini, tafsilotini inshaalloh aytib beramiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bois suhbatga yakun yasaymiz. Keyingi suhbatdan bularni hikoyasini, tafsilotini inshaalloh aytib beramiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.